naqd bir list bo'lib chiqadigan ham barakali ham kam haj retsept so'raganmidingiz? Unda yaqinroq keling. 6 ta tuxumga 1 stakan shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan yarim piyola yog'imizni va sifatli bo'lgan pure milky smetanalardan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirishingiz uchun hech qanaqa mikseri keragi yo'q. Vinchkozda ham aralashtirib olsangiz bo'ladi. Ketidan 1 kosa un, 1 pachka razrihli solib aralashtirib olamiz va yana 1 kosa unimizni solamiz. Shunaqa quyuqroq massa hosil bo'ladi. Tayyor bo'lgan massamizni xolisela yog'langan, xolisela pergament solingan listimizga bo'shatib olamiz. Ustalarini tekislab, xohishga ko'ra yong'oq, magis va ho'l mevalardan foydalansanglar bo'ladi. Men bu safar olmalarni pare-pare qilib kesib, ustidan chiroyli qilib terib chiqdim va 200 gradusli duxovkaga taxminan 35-40 minutlarga jo'natamiz. Agar siz xuddi shu masalliqni keks qolipida pishiradigan bo'lsangiz, pastroq gradusda uzoqroq muddat pishiring, chunki chuqur qoliplarda usti tez qizarib, ichi pishmay qoladi. Ramazonda tayyorlab ko'rish uchun albatta saqlab oling. Yoqimli ishtaha.